Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi kunning so'nggi yangiliklaridan biri, ya'ni Donald Trampning ko'plab muxbirlarga bergan intervyusidan lavhalarni taqdim etishda davom etamiz. Bu videoroligimiz ikki davlat rejimini emas, G'azoni qayta qurishni ko'zlayapman deya gapirgan Tramp haqida gap boradi. AQSh prezidenti Donald Tramp G'azoda ikki davlat rejimini emas, balki uni qayta qurishni ko'zlayotganini ma'lum qildi. U bu haqida Misrdagi sammitdan Qo'shma Shtatlarga qaytayotganida samolyot bortida ta'kidladi. Trampga samolyotda G'azo boshqaruvi haqida savol berilganda, u shunday javob berdi: Ba'zilar yagona davlat, boshqalar ikki davlat rejimini xohlaydi. Men esa G'azoni qayta qurishni ko'zlayapman. Yana ham vaqt ko'rsatadi, deya javob qilgan Donald Tramp. Tramp AQSh va arab davlatlari o'rtasidagi Falastin bo'yicha farqlarga to'xtalar ekan, o'z qarorlarini to'g'ri deb hisoblagan fikrlari asosida qabul qilishni bildirgan va ayni paytda u boshqa davlatlar bilan hamkorlikda harakat qilishni ham ta'kidlagan. Qo'shma Shtatlar prezidenti Yaqin Sharqda tinchlik haqida gapirish uchun hali erta degan fikrga ham qarshi chiqqan. Va bu iboralari: odamlar o'laverishini xohlaysizmi? Urush uzoq yillar davom etishini-chi? Binolar odamlar ustiga qulasinmi? Biz hammasini to'g'ri qildik, to'g'ri vaqtni tanladik deb o'ylayman, deya aytdi Tramp. G'azo tinchlik sammiti ma'lumot o'rnida Misrning Sharm ar-Shayx shahrida 13-oktyabr kuni 20 dan ortiq davlat yetakchilari ishtirokida xalqaro tinchlik sammiti bo'lib o'tdi va unda G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish to'g'risida deklaratsiya imzolandi. Va vositachi davlatlar bu Misr, Qatar, Turkiya, AQSh, Isroil va Falastinning Hamas harakati o'rtasida kelishuvni rasman tasdiqlovchi hujjatni imzolagan va 4 davlat G'azodagi urushga barham berish bo'yicha kelishuvlarga kafil bo'lishga roziligini bildirib o'tgan.